Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Logo Gaming. Mana 2 oydan keyin mana qaytdim YouTube'ga. Endi 2 oy ichida nima bo'ldi? Nimaga ketdim? Shu narsalarni aytaman. Keyin bu nima bu kanalda nimalar chiqadi? Hammasiga javob topiladi. Birinchi savol, nimaga debman? Nimaga ketding debman? Nima deb 2 oyda nimalar bo'ldi? Shu 2 oyda Rossiyaga bordim. Rossiyada qanaqadir joylarga bordim. Mazza qildim. Qovda mazza qildim. Keyin buvimni ko'rdim shu yerda. Chunki buvim shu yerda yashaydilar. Buvimga ketuvdi o'zi. Mazza qilib samolyotda uchdim. Keyin shu endi nimaga ketdim? Shu endi zerikishdan keyin yangi kanal ochdim, umuman bo'lmadi, shuning uchun ketdim. YouTube'dan keyin mana qaytdim. Endi bu kanalda nima bo'ladi? Bu kanalda endi sal endi unaqa ketishlar bo'lib turadi. Faqat Roblox hamma o'yinlar chiqadi. Obunachilarim bilan o'ynayman. Qanaqadir Minecraft, Roblox farqi yo'q. Qanaqadir o'zimni payqaman, o'ynayman. Shunaqa narsalar bo'ladi. Va bu kanal endi umuman to'xtamaydi. Hammaga xayr.